qilayotgan gunohlaringiz, ma'siyatlaringiz agar sizda sezilmayotgan bo'lsa, u holda Xudodan qo'rqing. Holingiz xarob. Agar bir musulmon, bir yaxshi inson gunoh amal qilsa, albatta bu qilgan gunohini asoratini hayotida darrov ko'radi. Ishlari orqaga ketadi, sog'ligi orqaga ketadi, ahli ayolida, bola chaqasida, atrof do'stlarida ko'radi. Qilayotgan gunohini, o'sha barakasini qochirganligini his qiladi. Ammo lekin siz gunoh qilaversangiz, lekin ishlaringiz 5 bo'lib turaversa, gunoh qilishlikda davom etaversangiz, ammo lekin sizning hayotingiz bir maromda, bir tekisda zo'r bo'lib ketaversangiz, Alloh saqlasin, sizning holingiz haqiqatdan ham xarob. Nimaga deysizmi? Chunki Alloh taolo sizni unutibdi-da. Unutibdi der ekan, sizdan umidini kesibdi. Sizni ortiq ya'ni jahannamiylar qatoriga yozib qo'yibdiki, sizni tanbehlashga, sizga bir belgi, ishora, bir narsalar bilan sizni uyg'otishlikka harakat bo'lmay qopti endi. Harom yoqadigan, haromdan semiradigan, shu qilayotgan ma'siyatlaringiz bilan xotirjam yashab, ayni vaqtda musulmonlikni da'vo qiladigan qilib qo'ygan bo'lsa, bu badbaxtlikni eng yomon ko'rinishi do'stim.